Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixor Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu yil Taylanddan qaytarilgan Uyg'urlarning taqdiri haqidagi andishisini Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga bildirib, buning so'riqini qilishni Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan talab qilgan edi. Buningga asosan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qiyin qistoq inson qilipidan chiqqan rayimsiz muomillar yoki jazolar to'g'risidagi alayda dokladisi, xohlagancha tutib turishni tekshirish xizmat guruhi, majburiy g'oyib qilib o'tishni tekshirish xizmat guruhi, oz sonliq millatlar masalasidagi alayda dokladisi, diniy erkinlik alayda dokladisi va xohlagancha jazolash, sot sirtida bir taraf qilishni nazorat qilish alayda dokladisi jiddiy holatga o'tib, bu yil 5-oyda Tayland hukumati va Xitoy hukumatiga maxsus xat yozib, Taylanddan qaytarilgan Uyg'urlarning aniq soni, Taylandda tutib turilish jarayonida kasal va nachar tutib turish sharoitida o'lgan Uyg'urlar, bu Uyg'urlarning qaytarilish sababi, qaytarilgandan keyingi taqdiri haqida ikki hukumatning javob berishni talab qilgan edi. Bu munosabat bilan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 8-oyning 5-kuni bu vaqtda maxsus doklad e'lon qilgan. Dokladda yozilishicha, 2025-yili 2-oyning 27-kuni Taylanddan 40 Uyg'urning Xitoyga qonunsiz chegaradan qo'g'lab chiqarilganligi to'g'risidagi hukumat uchurlarida mazkur chegaradan qo'g'lab chiqarish Tayland doiralari tomonidan muvofiq rasmiyatlarni qo'llanmay turib elib berilgan deyilgan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bu vaqtda e'lon qilgan ma'lumotida bildirilishicha, Xitoy hukumati iyul oyida buningga javob bergan bo'lsa-mu, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti buni hech qanday mohiyatli bir javob emas deb qaragan. Bu vaqtda stansimizdan ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zumrata Erkin tafsiliy ma'lumot berib o'tdi. Bizning Taylanddagi 40 nafarlik Uyg'ur sabdoshlarimizning qaytarilgani bilan munosabatlik hujjatlar chiqdi. U hujjat bo'lsa-mu shu BDTdan 5-oyning 26-si BDTning bir qancha oliy dokladchilari va mexanizmlari 6 o'rin birlikda Xitoy hukumati bilan Tayland hukumatiga birlikda bir xat tayyorlab, har bir xat 10 betdan jiq bularga ikki hukumatga mush Uyg'urlarning 40 nafar Uyg'urlarning qaytarib kelishining sababini aniq bizga tushuntiringlar deb xat avatibdi. U xatning ichida yana boshqa shu BDT dokladchilarining xizmat guruhlarining qo'ygan bir qancha talablar bor. Birisi shu qaytarilgan Uyg'urlar nima sababdan qaytarildi va shu 40 Uyg'urlar 2014dan tortib turayotgan vaqtida Tayland Bangkokning turmisida 5 odam shu jarayonda o'lgan edi. Mushular nima sabablardan o'ldi, qanday sharoitlarda o'ldi. Uningdan sirt yana bu mushu ashad tutilgan Uyg'urlarga bir qancha davlatlardan bularni g'arib davlatlarga, demokratik davlatlarga sog'-salomat yo'tkash takliflar kelgan bo'lsa-mu, Taylandning bu vaqtda ularni chiqarmasligining sababini iltimos qilib so'rabdi va mushu ikki yili hukumatni javobgarlikka tortgan ikki muhim hujjat bo'ldi. Bu hujjatni normalda BDTning mushu oliy dokladchilari va BDTning xizmat guruhlari har qanday davlatlarga kishilik huquq dafsanchilik qilgan vaqtda mushlar o'zlarining mustaqil shaklda bu davlatlarni tanqidlab javobgarlik tortish mas'uliyati bor va bularning huquqi bor. Demak, bu ikki nihoyat muhim xat bo'ldi va har qanday mushtaxatlarga har bir BDT a'zo davlatlar, hukumatlar bunga cho'qim javob berish majburiyati bor. Yana bu xatning ichida yana bir muhim nuqtasi bor. Hozir shu Taylandda qolib qolgan bir qancha nafar Uyg'ur qarindoshlarimizning ahvolini va vaziyatini va kelgusini so'rab ikki hukumatdan buni talab qilibdi javob berishni. Demak, bu tuninga chiqqan ikki muhim xat o'zligidan bo'lib qolgan narsa emas. Albatta, Dunyo Uyg'ur qurultiyi 10-chining yog'i Taylanddagi Uyg'urlarga nurg'unlagan xizmatlarni qilib kelgan va shu 40 nafar Uyg'ur qaytarilgandan keyin darhol shaklda
BDT'nin her qaysı organlarga, ali dokladçılarga, şu hizmet gruplarına dokladlarını sunup, tayarlap materyallarını yığıp evetken edik. Evetkendan keyin albatta buni bular biroq bir ko'rib, anandan keyin mustahatning tayyorlaydiganligini bildirgan edi. Şoňa bu bir yaxshi xizmetimizning bir natijasi, konkret bir natijasi deb o'ylasaqmı bo'ldi. Kanada Alberta Uyghur Cemiyeti Edmonton Medeni Miraslar faoliyatiga qatnashib, Uyghur yemek-içmekleri ve medeniyetini tanıştırıp qizg'in alqışqa erishgan. Kanadaning Edmonton rayonida o'tkaziladigan Edmonton madaniyat faoliyati har yili bir qatim bo'ladigan faoliyat bo'lib, mazkur faoliyat Kanadada yashaydigan va o'zining mustaqil davlati bo'lgan ko'chman xalqlar o'zining madaniyatini, kimligini tanishtiradigan faoliyat bo'lib, bu qatimqisi 52-nji navbatlik ekan. Kanada Alberta Uyghur Cemiyetining Edmonton madaniyat faoliyatiga 4-nji qatim qatnashishi bo'lib, bu faoliyatga Kanada Sharq Turkiston Cemiyetining raisi Shavkat Imom va rafiqasi Gulshan Abduqodirmo Torontodan kelib qatnashgan. Alberta Uyghur Cemiyeti Uyghur xalqining tarixda mustaqil yashagan, dunyo madaniyatiga o'lmas miroslarni qo'shgan va Sharq Turkiston Xitoy tajovuzchilar tarafidan besilgan qadar jumhuriyatlarni qurib hur yashagan xalq ekanligini tanishtirib, mazkur faoliyatga qatnashish fursatiga erishgan. Dünya Uyghur Qurultiyi fondining muavin raisi va Kanada Alberta Uyghur Cemiyetining raisi Mukarram Qurbonning bildirishicha, bu faoliyat 3 kun davomlashadigan bo'lib, faoliyat jarayonida Kanadaga 10 ming Uyg'urni o'rinlashtirish programmasi bilan kelgan qarindoshlarimiz kelib qatnashib, Uyg'ur chedirga yordamda bo'lgan. Mukarram xonim bu vaqtda tafsiliy ma'lumot berib, mundaq deydi. Bu 3 gün jarayonida bu festivalga 300 mingdan 500 mingcha odamlar kelib ziyorat qiladi. Shuningdek biz 3 yil bo'ldi, kiyim-kechaklarimiz, madaniyat, yemek madaniyatlarimiz, yana o'sha anlatış orqali Uyghur milletining Xitoy tajovuzchilarining irqiy qirg'inchilik elib berayotganligi Sharqiy Turkistonda bir madaniyatni, bir millatni, bir dinni bu yer yüzünü yo'q qilmoqchi bo'lganligidek razil irqiy qirg'inchiliklarni biz anlatış jarayonida o'zimizning madaniyat çevrimizde bularni anlattık. Bu Medeni Miraslar festivalimizde Sharq Turkiston, Kanada Sharq Turkiston Cemiyeti'nin reisi Shavkat Imom alayda plan qilib, xonim bilan kelib qatnashdi. Hammamiz bundan xush olduk. Shavkatning bu festivalning alayda bir festival ekanligi, bir jamoat ön bulup iş kılıvatkallığı hem M62'deki qarindoshlarning keliblan bu ishda kirishib yordamda bo'lganligi, o'shada asli bor bo'lgan Uyg'ur qarindoshlar bilan chiqishib birlikda bu ishlarni yani yordamda bo'lib bu festivalda inoq bir hamkorlashib ish qilayotganligini ko'rib, o'zining xo'shalligini va bu festivalning bundoq bir shaklliligini o'ylamaganligi to'g'riliq bizga so'zladi. Yani hayajonlandi va buni davomlashtirish kerakligini va buni unda oson emasligini, izchillik kerak, iqtisod kerak, vaqt kerak, jamoatning o'mlik ittifoqligi kerakligini ham bizning Alberta Uyg'ur jamiyati bo'lishida bularni hammasini qila olganligimizdan xush bo'lganligini deb o'tdi. Xitoy Angliya universitetlarida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining muzokara qilinishiga to'sqinlik qilgan. BBC'ning 4 avgustdagi xabarlarida bayon qilinishicha, Xitoy doiralari Angliya universitetlaridagi ba'zi o'qituvchilarga besim qilib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga o'xshash nozik temalarda munozara va muzokaralarning elib berilishiga qarshi turgan. Xitoy hukumatı yana Angliya maktablarida chegara halqagan bostirish elib berib, Angliyada o'qiyotgan Xitoy o'quvchilarga o'z saboqdoshlarini nazorat qilish vazifasini yuklab, Angliya universitetlarida xizmat qilayotgan Xitoylarning oila tavobatlariga besim qilib, ularning nozik temalarga kirishining oldini olishga va to'sishga uringan. Hozir Angliyaning ko'plagan universitetlarida Xitoyning yumshoq qo'li bo'lgan Konzo institutlari Xitoy hokimiyati uchun xizmat qilmoqda ekan. Angliya o'quvchilar ishlari ishxonasi bu vaqtdagi ma'lumotga erishgandan keyin Xitoyga qattiq norozilik bildirib, Angliya hukumatining bu ishga qonun nuqtadan ayrılishini talab qilgan. Hürmetli görünmeler, yukarıda diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduk.
Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishkicha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.